Voy Dilfuza, eshitdingizmi? Nimani? Nigora yetdi, qarab boringlar. Voy, mukammal, eshitdingizmi? Juma kuni aksiya ekan. Yo'q. Endi har juma Saba Darmonda aksiya. Avo, Nodir Anvarman. Assalomu alaykum. Bitta yangilik eshitib qoldim. Juma kuni gormonlarimizga aksiyami klinikada? Juma kuni rostdan 30% chegirma qilishyaptimi? Bilmayman, hamma shu gapni gapiryapti shekil. Nodir Anvarovni hamma joyda mish-mish juma kuni gormonlarga 30% chegirma ekanmi? Bu mish-mish emas, bu chin. Haqiqatan Saba Darmon klinikasida juma kuni hamma gormonlarga 30% chegirma e'lon qilindi. Hammagami? Faqatgina bugun erta registratsiyadan o'tgan 30 ta patsientga qilib beramiz. Ana syurpriz, mana syurpriz.